Shahar markazidan kattaroq kvartira qidirayotgan mijozlarimiz uchun Yakkasaroy tumanidan 122 kvadrat metrli 4 xonali tayyor mebel texnika bilan to'ldirilgan kvartiramiz sotuvga chiqyapti. 9 qavatli novostroykani 2-qavatida joylashgan. Orientiriga keladigan bo'lsak, 8-raddom juda ham yaxshi lokatsiyada to'liq avtoriskiy proyekt remont qilib bitkazilgan xonadonimiz sotuvda. Aslovni eshigidan sizlarga tushuntiraman. Eshikdan kirasizlar, bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Shunaqa pufiklar qoldirilgan, chiroyli garderob, xonalarga bo'lingan, oynalar qoldirilgan. Uyimizda to'liq mebel texnikalar to'ldirilgan. To'rtdagi xonamiz oshxona jihozlangan. Mebel texnikalari, stoloviy zonadagi stol stullari, xolodilniklari, bu yerda mana razdvijnoy eshik bor. Xohlasanglar ovqat pishirganda yopib qo'ysanglar ham bo'ladi. Va kattagina zalimiz. Uyalmasdan shu yerda mehmonlar kutaverasizlar. Akkuratni qilib qo'yilgan. Xonalar ko'rsatib tushuntirib beraman. To'rdagi xonamiz bolalar yotoqxonasi, 2 ta bolaga mo'ljallangan. Konditsioner dars qilish uchun joylar va garderoblari уже tayyor. Shunday kiyim bilan kirib yashashga tayyor kvartira. Keyingi xonamiz umumiy sanuzel. Yaxshi lokatsiya, 4 ta xona, 122 kvadrat metr. Narxini inshaalloh videomizning oxirida aytib o'taman. Ota-onalar uchun mo'ljallangan spalniyamizni o'zini tayyor garderob va sanuzeli bor. Qo'shimchasiga yana bitta xonamiz akkuratni bo'lib bitgan. Hamma xonada oynalar bor. Havo aylanishi, quyosh tutishi hammasi hisobga olingan. Narxini 295 ming dollarga narxlaymiz. Narxlari kelishiladi. Nomerni yozib qoldiraman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.